Alloh taologa yana ham yaqin bo'lish, qurbat hosil qilish uchun nafl zikrlarni qilish yo'lga qo'yilgan. Ana o'sha nafl zikrlardan bir qanchasini aytib kelib, oxirida namozlar, nafl namozlarni aytaroq to'xtagan joyimiz shu bo'lgan ediki, inson yotib demak ertalab tongdan avval turib tahajjud namozini o'qish niyati bo'lsa 4 rakat sunnat namozi o'qib yotadi. Turishga niyati yo'q, odatlanmagan bo'lsa oxirgi namozi vitr namozi bo'lishi kerak. Ana endi o'sha tongda turaman, tahajjud namozini o'qiyman degan odam 4 rakat sunnatni o'qib yotgandan keyin nafl namozni vaqti kelganda turadi. Tahajjud namozi eng afzal vaqti kechaning oxirgi 3-bo'lagida bo'ladi. Tahajjud namozi demak qiyom namozi ham deyiladi. Bunda inson o'rnidan turmog'i bor, bezovta bo'lmog'i bor. Ana o'sha tahajjud namozini bir uxlab turmasa tahajjud namozi bo'lmaydi. Xuftondan keyin bir uxlab turib, keyin o'qiladigan nafl namozni tahajjud namozi deydi, tungi namoz deyiladi. Dinimizni avvalgi bosqichida kechasi bedor bo'lib qiyomul layl qilish, tahajjud namozini o'qish vojib bo'lgan. Qur'oni Karimdan oyat tushib, Rasul akram alayhisolatu vassalomga xitob qilib, qumul layla, kechani bedor qoyim bo'lib o'tqiz degan buyruq bo'lgan. Hamma ana o'sha buyruqqa amal qilib kechasi namoz o'qigan. 1 yil muddatdan keyin Alloh taolo o'zi har bir narsani bilib turganligini e'lon qilib, bu ish endi ixtiyoriy nafl ibodatga aylanganligini e'lon qilgan. Shu bilan Alloh taolo xohlasa bandalariga ko'p narsalarni buyurib qo'yishi mumkinligini, lekin u mehribon zot bandalariga toqatlaridan tashqari narsani buyurmasdan yengil buyruqlarni qilib, ularni ko'proq savob olish yo'llarini o'zi ko'rsatib berganligini mana shu tajribada bayoni kelgan. Ana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda auzubillahi minash shaytonir rojim va minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan degan xitobni Rasul akram Muhammad Mustafoga qilgan. Ana kechasida deydi Alloh taolo, Qur'on o'qib, namoz o'qib, tahajjud qil. Bu senga nafila bo'ladi. Ya'ni ki ortiqcha ibodat, ziyoda ibodat, nafl ibodat bo'ladi. Shoyatki shu ibodatni qilsang, Robbing seni maqomi mahmudda tiriltirsa deyiladi. Maqomi mahmud, maqtalgan maqom juda buyuk va sharafli joydir. Rasul akram alayhisolatu vassalom erishadigan buyukliklarni eng oliysi hisoblanadi. Rasul akram alayhisolatu vassalom ana shu oyati karimadan keyin tahajjud namozini o'zlari yo'lga qo'yganlar, ummatlariga bayon qilganlar va ummatlaridan ana shu namozni fazliga mushtoq bo'lganlar, oshiq bo'lganlar asta sekin mazkur namozni yo'lga qo'yib o'qib, fazil, karam, xayr, barakaga sabab bo'lishgan. Rasululloh alayhisolatu vassalom o'zlarining hadislarida tahajjud namozini juda maqtab, foydasi ko'pligini nima qilganlar? Bayonini qilganlar. Sizlarga tahajjud namozini o'zingizga lozim tuting. Bu namoz Alloh taologa qurbatdir. Gunohlarni yuvuvchidir. Fazl karamga sababchidir va ba'zi joylarda aytilganki, tanadan dardlarni ketkizuvchidir degan. Shunga o'xshash
kechasi turib niyat bilan, ixlos bilan tahajjud namozini o'qishda insonga juda ko'p xayr bor, baraka bor. Alloh taologa qurbat bo'lishning oson yo'li bor, yaqin bo'lishning oson yo'li bor. Fazilatlar juda ham ko'p. Mana shu namozni o'qish nihoyatda fazilatli. Kim xohlasa buni qiladi. Hammaga majburiy emas, avval ham doimiy ravishda takrorlab kelayotganimizdek.